Baribir trenddan qolmaydi. Malibu 2 avtomobili do'stlar, premierini sizlarga obzor qilib beramiz. O'zlarimizni mashin, o'zlarimizni Shuhratami Malibusi o'zi minib yurgan bir qator sizlarga obzor qilib beramiz. Hozir sotuvga qo'yatimiz avtomobilni. Demak, 2021-yilda ishlab chiqarilgan avtomobilimiz. Premier variant, benzinda 28.000 kilometr yurib turibdi. Qop-qora svetidan eng zo'r sveti, qora sveti bu Malibularning. Demak, chistik haqiqiy Premierning o'zi, avtomobili qilingan ishlari 4 tona paket balon qo'yilgan. Balonlar ham hali paket top-toza turibdi. Elde полностью shundan bu yerni ko'rsatib bersanglar. Nishordan, 3 chiziqdan, stikdan elde полный bronoplyonka bo'lgan, чтобы dash siragan vaqtda hech qanday gidrat bo'lmasligi uchun. Avtomobilimizni garantiyasi bilan beramiz. Olib borib bemalol tekshirtirib olishingiz mumkin. Полностью qimmat shumkadan shumka qilingan, krugoy tonirovka ruxsatnomalari 1 yil bor. 28.000 kilometr yurib turibdi. Qop-qora Malibu 2 Premier avtomobilimiz do'stlar. Hozir salonda Malibu menimcha sotuvda yo'q. Salon освещенияsi аккуратный. Hamma navorotlar o'ziniki. Mana toza mashinalar, toza mashinalarni o'zlaringiz bilib tursizlar, ko'rib tursizlar. Bir qator ko'rsatib, tekshirtirib olaverasizlar. Malibu Premier avtomobili. Demak, avtomobilimiz bahosi 350 million so'm. Naqd pul olsa ustida 1,5 so'm yana qayt kami bor, ustida kelsak bo'ladi do'stlar. Kimga qiziq bo'lsa, aytadi-ku, mashin oladigan bo'lsang dedi, yo dedi paketini al dedi, yoki bo'lmasam dedi mashin olib sotadigan odamni mashinani al, shu mashina yaxshi bo'ladi dedi, boshida degandek. Avtomobilimiz dimzo'r do'stlar. Ko'rsatib tekshirtirib olaverasizlar. Yetishirinde gidrat yo'q. 350 million so'm hazat minasizlar. Kimga qiziq bo'lsa, avtokredita olaman deydiganlar uchun 24% dan chiqarib beramiz. Eldindan 92 million so'm to'lov qilasizlar. Oylik to'lov 8 million 550 ming so'mdan 5 yilga chiqadi. Endi maksimalli kam summasi bu eldinki to'lovi. Oylik to'lov shundan chiqadi. 24% dan yillik. Yana sizlar xohlagan avtomobillar barter xizmatimiz bor. Kelsangiz ustida barter ham qilib beraveramiz, muammosi yo'q. Ikkalasida hisoblab olamiz avtomobillaringizni, qolgandan kredit olsangizlar ham bo'ladi do'stlar. Qo'shko'pir avtomarketda turadi avtomobilimiz. Bemalol kelib olishingiz mumkin. Malibu Premierni kam yurgandan qarab yurganlarga berib qo'yinglar do'stlar. Kutib qolamiz.